So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan farmatsevtika sohasi barqaror rivojlanishini ta'minlash, tartibga solish jarayonlarining shaffofligi va tezkorligini oshirish, shuningdek mahalliy ishlab chiqaruvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur islohotlar doirasida ro'yxatga olish jarayonlarini modernizatsiya qilish hamda tarmoqni raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu munosabat bilan Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazida Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 24-noyabrdagi 738-son qarori bilan tasdiqlangan dori vositalari va tibbiy jihozlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda yangilangan tartib yuzasidan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda markaz direktori Alisher Temirov boshchiligida muassasa mas'ullari hamda 60 ga yaqin mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar vakillari ishtirok etdi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan yig'ilish o'tkazildi. Yangi tartib bo'yicha taqdim etiladigan hujjatlar to'plami to'liq xalqaro talablarga muvofiqlashtirildi hamda ro'yxatdan o'tkazish muddatlari, dori vositalarini guvohnomasini amal qilish muddatini uzaytirishda yangiliklar bilan tanishtirildi. Ushbu qarorda texnologiyalar transferi va shartnoma asosida ishlab chiqarish tushunchalari kiritildi. Bu bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilarda eksport hajmini oshirishga erishilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida yangi ish o'rinlari yaratilishiga, respublika hududiga sifatli, yuqori samaradorlikka ega bo'lgan dori vositalari kirib kelishiga hamda ishlab chiqarilishiga erishiladi. Tadbir davomida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning so'nggi yillardagi faolligi yanada oshayotgani alohida ta'kidlandi. Qayd etilishicha, dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda ro'yxatdan o'tkazilganlik guvohnomasining amal qilish muddatini uzaytirish bo'yicha murojaatlar soni izchil o'sib bormoqda. Shu bilan birga 2024-yil yakunlari bo'yicha davlat ro'yxatidan o'tkazilgan, qayta ro'yxatdan o'tkazilgan, mavjud guvohnomalarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Shuningdek, klinik tadqiqotlarga yo'naltirilgan dori vositalarining umumiy soni 681 tani tashkil etgan. 2025-yil hisobot davrida esa bu raqam 1814 taga yetib, sezilarli o'sishni namoyon qildi. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, bunday jadal deyarli 2 barobar o'sish mahalliy korxonalar faoliyatining jonlanishi, tartibga solish jarayonlarining bosqichma-bosqich raqamlashtirilishi hamda ariza topshirish va jarayon monitoringi ancha qulay, soddalashtirilgan shaklga o'tayotgani bilan izohlandi. Shuningdek, uchrashuv davomida mas'ullar tomonidan ariza topshirish bosqichlari, hujjatlar paketi, ekspertiza jarayonlari, ishlab chiqaruvchilarning majburiyatlari hamda yangi tartibda belgilangan muhim o'zgarishlar yuzasidan batafsil ma'lumot berilib, ishtirokchilarni qiziqtirgan savollar bo'yicha fikr almashildi. Bugun mahalliy ishlab chiqarishlar bo'yicha savol-javoblariga to'liq javob olindi hamda bugungi yig'ilish davrida bizda mahalliy ishlab chiqarishlar uchun qilingan yengilliklar haqida xabar berildi. Bu masalalar bo'yicha, masalan, preregistratsiya masalasi bo'yicha oldin 3 oydan oldin voqeliroq topshirish mumkin emas bo'lsa, hozirgi kunda kelib 9 oy oldin topshirish imkoniyatini yaratib berishdi. Bu kiritilayotgan yangi o'zgartirishlar mahalliy tadbirkorlar uchun bir qancha yangi imkoniyatlar va yengilliklar yaratadi. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi tomonidan ishlab chiqaruvchilar bilan bunday ochiq muloqotlarning tizimli davom ettirilishi, kelgusida sohada shaffof va raqamlashtirilgan tartiblarning amaliyotga to'liq joriy etilishiga, eng asosiysi esa aholini xavfsiz va samarali dori vositalari bilan ta'minlash darajasining yanada oshishiga zamin yaratadi.